Assalomu alaykum YouTube chorrash qog'ozlari, Bozor Master kanali obunachilari. Bugungi videomiz Andijon viloyati Marhamat tumani, ya'ni Chapaq qishlog'imizdan bo'ladi. Bu yerda 3 dona buqamiz bor sotiladigan. Dehqonchilik. Hojibo o'zi mehnat qilib boqqan buqalar. O'ta yirik holatdagi buqalar. Taxminiy veslari 450 kilo, 630 kilo, 500 kilolik buqalar. Taxminiy veslari hisob kitob qilib ma'qul kelsa olaverasizlar. 120 million so'm baho aytilyapti. 3 ta buqaga 120 million so'm. Behijolat ko'rib hisoblash chiqsa kelib olish imkoniyatingiz bor. Tarozisiga desanglar taroziga, oyog'iga desanglar oyog'iga. So'yib bering desangiz otaxon so'yib beraveraman deyapman. Buqalar o'ta yirik, yelkalari ochilib ketgan. Ko'rishinglar mumkin. Go'shtorliklarini ham son qismlar. Juda chiroyli semirgan. Yediradigan tartibi faqat somon, kepek, kunjar ekan. Buqalar juda etogan, yaxshi holatda semirgan. Shoqini ham ko'rishinglar mumkin. O'ta to'lib ketgan yelkalari ham, orqalari ham o'ta to'lgan buqa. Molxona ichi kaltaligini evaziga yaqin kelib qolyapti telefonga. 120 million so'm pul aytyapti. 40 dan o'rtacha, endi bunisiga yirikroq pul aytyapti. Xo'p, 50, 40, 30 hisoblab olasizlarmi? Shuna qilib 120 million so'mga bo'lsa, kelib ko'rishsin, o'tib beradigan joyi bor deyapti. Taxminan 110 million, balki 105 millionlarga berib yuborishi ham mumkin. Nomerlarni ekran ostida yozib qoldiraman, kommentariyada yozib qoldiraman. Sizlar ham kommentariyada o'z javoblaringizni aytib o'tishingizni so'rayman. Mashina 22 million so'mga olishibdi. O'zlari boqqani. 3 ta yetilgan buqasi bor ekan, sotaman dedi. Xo'p, qora buqamiz. Men taxminan 495 kilo chemaladim. Taxminan. Endi hamma o'zini hisobi bilan hisob kitob qilgani yaxshi. 500 kilo. Bu 380 qancha kilo ham kelgan ekan, ariq buqa. Buni men 600 kilo, oshiqroq 630 kilolar ko'ryapman. Buqani endi yirik holatda oldidan ko'rgan bari boshqa. Oldidan ko'rganlaringizni buqani tushunasizlar. Ujiman standart beldan to orqa dumhazaga doğru buqa so'ri bo'lib qo'ygan. Juda chiroyli suratda boqqan. Boqqan odamga ham rahmat so'zini yozib qo'yasizlar. Mashalloh deb kommentariyada yozish esinglardan chiqmasin. Ko'zni ko'rib, ko'zni quvontiradigan buqalar akalar. Bu tomon o'ta yirik baland joy ekan. Oxirdan ancha balandda turibmiz. Shu buqamizni ham bel qismlarini ko'rib olishinglar mumkin. Sotilar ekan. Egalari aytdi, bir qator video syomka qilib qo'ying. So'yib ham berilaveradi deyapti. Taroziga tirik ham tortib berilaverar ekan. Tirigicha oyog'iga ham sotilaveradi. Kelishsalaringiz, lekin yaxshi go'shtdor, yog'siz narsalar. Xudo xolasa. Ko'rib, bir qator hisoblar chiqarib olish imkoniyatingiz bor. Behijolat narxi aytilaveradi. Hamma savdo qilib olaveradi akalar. Hammamizga mana shunaqa chorvada hammamizga nasib qilsin. Nimaki orzumizda bo'lsa, orzumizga yetishaylik. Hammani boqayotgan chorvasiga Alloh baraka bersin. Mashalloh deb yozib, bittadan kommentariy yozib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Telefon nomerlarini kommentariyada qoldiraman.